Assalomu alaykum, xormanglar. Bugun 7-aprel. Bugungi bozorda nimalar sodir bo'layotganini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Haftalik tahlilda mana bu breaker blokdan narx reaksiya olishini bergan edim va shu breaker blokimizni narxi o'sha beryapti. Bu breaker blok narxi o'sha bergandan keyin mana bu fair value gapdan narx reaksiya olganini olib turganini ko'rishimiz mumkin. Endi bo'lsa 4 soatligiga o'tadigan bo'lsam, dollar indeksida narx mana bu fair value gapdan reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Hozir internetimizda uzilish. Mana bu fair value gapda narx turganini ko'rishimiz mumkin. Endi target qayoqda desanglar, mana bu equal high 30-mart dushanba kunni maksimumi, ya'ni bugun seshanba bo'lsa previous daily high, ya'ni kechagi kunni maksimumigacha men buy ishlab ko'rmoqchiman. Yana buyga ishlashim uchun yana bitta tasdiq nima bo'lishi mumkin? Narx mana bu fair value gapda to'qnashgan nuqtani buzib yana shuni ichiga qaytib kirdi. Demak, bu yoqdan yana buy ko'rsa bo'ladi deb o'ylayapman. Endi 1 soatligiga o'tadigan bo'lsak, 1 soatligiga o'tsin. Mana 1 soatlikda mana bu yoqda dushanba kunni lowini dushanba kunni o'zida sweep qilibdi. Stop losslar yechilgan va mana bu yoqda e'tibor bersanglar, mana bu yoqda zo'r nuqta bor ekan. Mana e'tibor bersanglar, mana shu balanced price range BPR dan juda ham yaxshi harakat bo'lyapti. Endi hozir London sessiyada turibmiz. New York sessiyaga narx mana shu shaklda ketib qolishi mumkin degan tahlillar sizlarga men bera olaman. Dollar indeksida meni analizim shu. Endi dollar indeksida savdo qila olmaymiz. Shuning uchun dollar indeksga analiz qilib turib, savdoni Euro USD va GBP USD larda savdoni amalga oshirsak bo'ladi. Endi bo'lsa Goldda juda ham qiziq holat bo'lyapti. Men analizda mana bu sell saytgacha 4099 gacha sell ishlayman dedim, lekin e'tibor bersanglar, mana bu fair value ga narx kirib turib, o'sha reaksiyasini berib qo'ydi. Endi men nima qilmoqchiman? Mana bu dushanba kunni maksimumi kechigi, ya'ni previous daily high narx yechgandan keyin men shu yoqlardan mana shu atroflardan kichkina time frame'da sell qarab ko'rmoqchiman. Shu men uchun juda ham qiziq zona hisoblanadi. Endi Nasdaq indeksimiz bo'yicha Nasdaqni ko'rib beraman. Shu bilan kundalik tahlilimiz ham yakunlasak bo'ladi. Okey, Nasdaq ochiqroq. Hop, Nasdaqda nimalar bo'lyapti? Nasdaq o'sib ketadimi deb o'ylayapman. Shu. Chunki hop, Nasdaq indeksimizni mana bu eski analizni o'chirib tashlaymiz. Juda ham tushunarsiz holat
bitta tushundim. Hop, Nasdaq indeksimizni daily time frame'da mana bu BPR dan yaxshi reaksiya olib ketyapti. Endi bo'lsa mana bu tushuvchi fair value ga ham hurmat qilmaganini ko'rishimiz mumkin va shu bilan birga fair value gap ichida mana bitta kichkinagina OB dan ham test olayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi men narximizni tepaga yurib bersa kerak deb o'ylayman. Chunki mana bu zonalarni juda ham yaxshi hurmat qilib beryapti. Mana bu yoqda 4 soatlikda ham mana bu 4 soatlik BPR dan ham yaxshi ketyapti. Endi Nasdaqda New York Stock Exchange Open, ya'ni fondovining ochilishini kutib turib, bunda ham bayqarab ko'rsam kerak. Ko'ramiz. Lekin menda hozircha Nasdaqga hozir sizlarga aniq target bera olmayman. Chunki narx harakati juda ham cho'ppi, ya'ni konsolidatsiya holatida turib qolgan. Shuning uchun Nasdaqga bugun tegmay tursa ham bo'ladi deb o'ylayapman. Hop, agar bugun bayur beradigan bo'lsa, mana bu dushanba kunni maksimum, ya'ni PDH gacha ko'rsa bo'ladi agar bugun yurib ketadigan bo'lsa. Agar fondoviy ochilib turib pastga manipulyatsiya berib mana bu low yechgandan keyin mana bu low yechib turib sweep bo'lib turib mana bunaqa narsa bo'lishi ham mumkin. Kuzatamiz. 9:30 New York vaqti bilan Toshkent vaqti bilan 18:30 da Stock Exchange Open bo'ladi. Shu bilan shunga qarab savdolarni ham qilsak bo'ladi. Mana bugun 7-aprel 2026-yilgi bozor tahlilim shunaqa edi. Agar ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment yozib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va kundalik tahlillarni kuzatib, o'rganishdan charchamanglar. Salomat bo'linglar.